Assalomu alaykum. Xush keldinglar. Mana bizning bu mayillarimiz oldingi bosqichda bizga nihoyat yaxshi nomerlarni ko'rsatgan mayillarimiz. Xo'sh, o'zinglarni yana bir televizion ekrani oldidagi qarindoshlarni tanishtirib o'tinglar. Ating kim? Isming? Atim Batir men, Kino Marlen. Almaty, Qozog'iston. Qozog'istonda. Oldingi marta bu ikki mayilimiz bir-birisi bilan nihoyat yaxshi serik kuch mahoratlarini ko'rsatgan. Bizga bu qatim qanday nomer olib keldi? Bugun kichkina o'zgacha o't bilan ko'rsatyapti. O't bilanmi? Oldingi mahoratini bu qatim o'tni qo'shib o'ynaydigan mahorat ekan. Bu intayin xatarlik mahorat aqishan. Bu uzun yillik mashqning javhiri. Biz sizlarga utqomat tilaymiz. Lekin bu qatimki martada bizningki Uyg'ur qarindosh o'zinglarniki qarindosh singilinglar, ininglar bilan birlikda musobaqa xarakter tushdik. Bu musobaqa emas, qanday raqib emas. Bu bir do'st, o'g'inish. Bu sizlarniki ortiqchiliklarni bular o'g'indi, bularning bo'lsa sizlar o'g'inisizlar, o'zaro o'g'inish ko'rsatdi. Shuning uchun natija qanday bo'lishdi qat'iy nazar sizlar o'diqmay o'z talantinglarni to'liq namoyon qilishinglarga tilakdoshman. Sizlarcha bu qatim bizga qanday nomer olib keldik? Davaz marti. Darvozlik ma'yibdimi? Va, mana bu inishinglarimiz bizga isil davaz ma'rt ko'rsatdi ekan. Unda qo'sh sizlarga istiqomat tilaymiz. Mana bu akillaringlar bilan bu qatim musobaqaga tushirgan bo'lib qoldinglar, lekin bu qanday musobaqa emas. Baliq ustalar va televizion ekrani oldidagi qarindoshlarimizga o'z talantinglarni to'liq namoyon qilsanglar, mana bu shuning o'zida eng cho'ng natija. Biz sizlarga istiqomat tilaymiz. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Sabila markasidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, ustozlar, ekran oldidagi ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Biz Xinjiang Yoshlar Adil Darvoza san'atiga varislik qilish markazidan kelgan o'quvchilar bo'lamiz. Biz oldin qitim sizlarga bo'shliqdagi mahorat nomerini elib kelgan edik. Bu qitim sizlarga darvozalik mahorat elib keldik. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Rahmat. Kızgın alkış alırız bu güzel kızımız başına. Hoş, balıkçı ustalarımız ve tamaşbıllar. Bizimki bu mayillarımızınki davazlık maharetini orada şu boyaga dar üstünüzü tartış mümkün bulmadı. Şunun için bulanın maharetini biz sırtta suratga almoqchi barliq qarindoshlarimiz ekran orqali balıkçı ustalarımız bulanın maharetini ko'rib baho bergan bo'lsanglar. Bizga mumkin bo'lsa mayadan necha bayam aytgan bizning necha yosh oldi tarafdagilar chapuringlarni kiyib darhol sirtga chiqqan bo'lsanglar bizning ko'rinishimizga naq maydon sizlar şahit bo'lib bergan bo'lsanglar, marhamat. Cho'nglar chiqib bo'lmaydi. Oldingi necha yiratdagi odamlar, yoshlarmi? Ayaniki yoshlarmi? Xinjiangda shunday kelgan yosh bolalar chiqinglar sirtqa.
Hürmetlik balıkçı ustazlar ve televizyon ekran aldaki karındaşlar. Hani bizdenki yeni saat kelgan mahillerimiz hazır sırttan havası nölden tüvet 10 Celsius gradusluqda nefis kiyimler bilen suğa qaqarmay öz maharetlerini to'liq namoyon qilish uchun mana bu talada maharetini o'rindamoqchi. Biz bu mahillerimizdeki bu g'ayrat shijoatiga ofirin aytmay tura olmaymiz. Qani hammamizning diqqati bu mahillerimizning davozliq maharetleri bo'lsin. Marhamat. X-Pass qayerda mamdiki? Hoy.
Yaxshilik aya. Assalomu alaykum, Urumchi qalasi. Mening atim Batır. Mening atim Marlin. Biz qaytadan sizlarga kelib turmiz. O'zlarining chiroyli qalalaringga qalamshular. O'ta quvonchdimiz sizlarga o'z o'yinimizni ko'rsatingga. Birinchi turda o'tgan joyga yetamiz, endi ikkinchi turda o'tamiz degan umiddamiz. Bizning nomerimiz bugun o'ta erishki, oldinda o'yin gimnastikasi bo'lsa, hozir bizga otben o'yin ko'rsatamiz. So'ndaqdan tek qana alg'a. Səbiylə markesidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Есім Батыр Болат және Марлен. Қазақстаннан келіп тұрмыз, Алматы екінші рет. Сол өз өнерімізді бүгін кішкене ерекше көрсетейік деп жатырмыз, отпен алдыңғыдан гөрі. Қабыл алыңыздар. Assalomu alaykum, ismim Madlen Batur. Қазақстанның Алматы шаарынан келдік. Бүгінгі алып келген номерimiz от алайда махараты. Qabul qilishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, rahmat.
Yuqorida biz bu ishga guruhdagi mahirlarimizniki mahoratlarini ko'rib, bir tarafdan shunda hayajonlangan bo'lsak, ham bir tarafdan hayron qoldik, faxrlandik, sevindik. Rahmat sizlarga, opirin sizlarga. Mening shu topda baholovchi ustozlarimiz sizlarga baho berishdan burun shuni so'rag'im kelyotdi. Oldi bilan Nurimangul, sizning raqobatchingizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Bu musobaqada mayli u yoq ustun, mayli biz ustayli. Her ikkilerimiz kelishdan burun ularmı tirishqandi, bizmi tirishdik. Bu bir musobaqa emas. Shu biz ularning ortiqchiligini bilamiz, ular bizning ortiqchiligimizni biladi. Shunday qilamiz. Rahmat. Sizlarning-chi? Ko'p rahmat. Aslında ko'p shapalaq qo'shtab turganlarni. Biz endi kichkina o'z barcha o'yinlarimizni ko'rsatdik, tirishganimizcha. O'ylayman senlarga unadi. Unamasa biz tirsamiz tag'i yaxshi jasovga. Rahmat. Menimcha bo'lganda har qanday bir odamda yaxshi pozitsiya bo'lish kerak deb o'ylayman. Xo'sh, hurmatli baholovchi ustozlar. Bu ikki mayırninki nomerlarini bayatın evimiz ko'rib turibmiz. Aldı bilan men bizning birinchi guruhdagi mayırlik desam, bu hem şu yelin kiyim bilan şu dağının töpüde meniş emas, ikki taraf turishning o'zimi oson emas. Onun ustiga boshqa qiyinlik darajasi yuqori mahoratlardan bir nechini ko'rsatdi. Men uni hamda ekranda chiqayotgandikan deb turishimning o'rni yo'q. Eng muhim ta'kidlaydigan bir narsam, menga eng yarag'an yeri egiz boshliq oyoq bilan dağının ustida po'lat simning ustida menish oson emas. Demak, bu qizimiz mağaladı, qılaladı. Ben bularga texmi utuqlarni tilayman. Rahmat. Endi bu ikki mayrimizga kelsak, bu ikki mayrimiz oldingi qitim bu nihoyatda yaxshi nomerlarni olib kelibdikan, bizni shunchalik so'yindirgan. Bugun garchi balkim o mashalning tepida o't bo'lish kerakdi. Lekin senning sharoit yar bermaganligi sababidan bo'lsa kerak, o't o'chib qoldi. Emniyetde shunchalik kichikgina savallikmi bo'lmasi kerakdi. Bo'ladi. Men buni ko'rmagan bo'lay. Har ikkilarning maharati bir-biridan qilishmaydi. Shunga men har ikkilarga birdan bilet açıldım. Rahmat. Şu tadımağın yakı men birinci katta igiz başlılık ayak bilen mağını görüşüm. Bu hazır gen kış vakti hem talada azrak tutsa bu tümürgen teyilgaq buldu hem. Men şu endiş qıqantım şunda yaxşımandı, omdanmandı. Rasla kılaldı. Bek omdanmandınız. Yeni bir sigep bula kelgende ma bu ikisi ma şundaq yaxşı. Bizden ma o nima Kazakistan'da mı? Ha. Kazakistan bizden hoşun dövletken. O şunda yaxşı oyundanlar. Adette bu başta işkinler mında kalıp bir-birisinin beşini tutmakma oğay emas. Hem kolunu koyup atkan gap. Adette bir naz bunda tuğuşma kolunu işlik tutmaydı. Bu hazır baştan tövbede başta nim kıp teyilip tuğdanlar. Şunda yaxşı nim kıldığınlar. İşkinlerine rastla degендek bir-birisinlerle kılışmaydı. Ben işkilerini bilet verdim. Rahmat. Men bu balamның gepini anglab baqqım kelyapti. Hazır xiyal nimidi? İsming nima o'g'lim? Hüseyinjon. Sen voy xil jonliq kelsan go. Ha, yaman miskin turgandan mening sen bilan paralashqim kelib qoldi. Ro'qliq tura. Bizlar mondish olamizlar chiqib turlar. Ro'qliq tura. Eng avval müştarının üstüde bayı sırtı manğanlığınlarga ben bir hürmet bildirme. Çünkü sanat degen aşındaq güzel nerse. Sizler özlerinin kesbini cinidin artık söygen boğaşqa şunca nipiz kiyim bilen muşu soğuk günde darının töpsüde yeni xalq için hizmet qilish, öz kesbinlarının hürmetini qilish sübtide pozitsiyalarını bek yaxşı bek astoydilliginglarni ifadildinglar. En avval sizlerning pozitsiyalarga apirin. İkinçiden, bayağı ben bu Nurimangul kızımızın degan gepidan shundoq ta'sirlandim. Nima gepinglar bo'lsa bu sahna men faqat musobaqa degan bo'lib turdi. Har qanday sahnada musobaqa davomli bo'ldi. Faqat men xalqning ortiqchini o'rgangili keldim degan bu eng yaxshi pozitsiya. Yaxshi odamning isilligi.
Bu isillikni görüp men iki isillikten meni ta'sirlandirdinglar. Bununğa resmi hürmet bildiriş gerek, hem bilet beriş gerek dep oylayman. Sizlarga biletimni berip boldum. Endi Batur, Marlin, sizlarni barliq tirishchanliginglarni ko'rsatdinglar. Men sizlarning ortiqchiliginglarni men intayin yaxshi ko'rdim. Chunki sizlar o'rinlagan vaqtinglarda muzik bo'lib bo'lgan birikishinglar bek yaxshi bo'ldi. Birlashtirishinglar. Sahnadagi ruhiy jihatdagi ifodalashinglarmi yaxshi. Anandan bo'shliq turib maharat etpagan vaqtda bu inimizning badan shakli bek chiroyli. Yerda to'xtagan vaqtimi intayin yenik holati to'xtadi. Buning hammasi shu mashqdan kelgan narsa. Ifodalashning o'zi endi nuqsonsizlik bo'lish kerak deganni ta'kidlaymiz. Har vaqt. Faqat mening sizlarga qo'ydigan bir talabim baya nima gapinglar bor deganda do'stlikni birinchi o'ringa qo'ysanglar, shunchalik kichik inilaringlardek, singillaringlardek ikki bola sizlardan o'rganish qilamiz, aqllarimizdan o'rganish qilamiz dedi, balkim tilni tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu sizlarga bildirgan bir hurmat. Her vaqt sizlarni o'zining ustozi aksi, onun ustiga men bu yerda sizlar bu aqllarim degan mehmon, shuncha jiroq yerdan kelibdi degan hurmatni sizlarga bildirdi. Sizlarni izzat qilishni ancha-muncha o'rganib qo'ygan bo'lsanglar bek yaxshi bo'ladi. Haqiqatan yaxshi. Badanning tangpungligi, bo'shliqdagi go'zalligi bularning hammasi muzikali bir kishi ifodalashi. Lekin ancha-muncha birlashgan vaqtlarda men havoning egiz pastligidanmi ba'zi bir nuqsonlar ko'rinib qoldi. Shundoq bo'lsa sizlarning nomeringlar menga yerdi. Men sizlarga bir nomer beraman. Rahmat. Nurimangul qizim Hüseynjon. O'g'lim. Mana sizlar shunchalik so'g'oqda shunchalik yaxshi mahoratlarni o'rildinglar. Bu so'g'oqda badan nima bo'ldi-ku, qotilarnikin payla asosan bir kirish bo'ldi nimada. Keyin abayim deb o'tdik. Sim mushu nimada azraqlam to'nglagandan keyin buningda turishning o'zi hozirgi egiz boshliq odatga mush utak bilan turish buni aytib ta'samda hozir ko'tdi. Bir Hüseynjon yana bir mayırning ustidan simning ustidan taqlab o'tgandek harakat nayt chiroyli shu so'g'oqda shunday yaxshi o'rildinglar. Nurimangul qizim siz mushu bir necha bilimlarda qatnashyapsiz. Her rengarang yeniliklar bilan yana o'zingizning eng yaxshi bir mahoratlarni ko'rsatib bizni nayt hayron qoldiryapsiz. Mening tilaydiganim mushu mana bugun ta'sirlandik sizlardan hech qachon bir mag'rurlanmay bütün o'zingizlarda bor ortiqchilikning hammasini ko'rsatish uchun tirishsanglar. Chunki sizlar bizning notlarimiz, umidimiz. Bugün mana siz egiz pashinlardan chiqib manyapsiz. Egiz pashinlik oyoq bilanda hamda oyada. Bunimda buning qiyinlik darajasidan qanchalik yuqoriligini tomoshabinlar biz demasakmi ko'rib turibdi, biz hayron qoldik. Bizning Qozog'istondan kelgan mahirimiz Batur, Marlin sizlarningki mushu hareketni rahat ulash, hareketning ulanishida bularning bir-birisiga hareketler shunchalik rahat ulangancha nimalarda. Anandan keyin bu yerdagi yana birisi Baturning bir o'zining temponlik bilan ba'zi tarazini o'zini saqlab turish bilan birga Marlin o'zi bir qo'li bilan o'rlagan mahorat intayin yaxshi, nayt muvaffaqiyatli, nayt pokiz, yaxshi o'rildinglar hareketlarni. Anandan keyin bizning yana deydiganimiz Marlin sizdinki hareket ishlayotgan vaqtingizda masalan Batur o'zi mana yaxshi rahatchilik berib yaxshi bir ifodalash bilan ifodalayotdi. Chunki bizlarning qiyinlik darajasi yuqori bir mahorat. Ifodalagan vaqtida texmi bir yangi bir hissiyat bilan her bir qatim kelgan harakatinglar yep-yangi kelyotdi. Ifodalashdimi, xuddi ash yangi harakat kelgandek ashna ifodalab birlashtirib bu texim yaxshi bo'larmikin deb o'ylayman. Shuningga bugungi
muvaffaqiyatli ikki guruhning o'zinglarning eng yaxshi mahoratlarini o'rlaganliklarini tabriklab, har ikki guruhga men birdan bilet beraman. Rahmat. Mübarək olsun. Sizlarni qutlayman. Yuqorida bizning baholg'uchi ustozlarimizning qimmatli taklif fikr berishi asosida bizning har ikkili guruhdagi mahirlarimiz to'liq biletga, ya'ni 4 biletga erishib keyingi bosqichga tomoman o'tib ketdi. Sizlarni har bir qatim qutlayman. Mübarək olsun. Demisimi bizda mundaq bir gap bor. Bizda o'zingni boshqalarga emas, tunuginki o'zingga selishtir deydigan gap bor. Shuning uchun sizlar har vaqt o'zinglarni chiniqtirib, o'zinglarni kuchlantirib, keyingi bosqichda texmi yaxshi bo'lgan nomerlarni olib kelib, mana shunday to'liq bilet soni bilan keyingi bosqichda o'tib ketishinglarni chin ko'nglimda umid qilman. Uftiqomatlar yor bo'lsin sizlarga. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yana bir qitim sizlarga tashakkurimizni bildiramiz. Mushu sahnada, mushu mahoratlarni ko'rsatish jarayonidagi bir yurak so'zinglarni, hissiyotinglarni anglab olsak bo'lamdi? Menga vaqtda tanshak tutgan qo'lim faqat sezim qolmadi. Ammo so'g'aliqdan, ammo talentimni yaxshi joriy qildirish uchun chidab ham harakatim to'liq qilyapti. Rahmat. Ammo shu havoning bugungi kunda so'g'aq bo'lishiga qaramay, qiyinchiliklarni o'zingiz g'olib kelib, qiyinchiliklarning ustidan o'zingizning shu orzu nishonlaringiz uchun yana bir qadam olg'a ilgariladingiz, shundaqmi? Sizninkini anglab boqamdi? Men bu qitim manganda simning ustiga muz chiqgan. Shundaq jabaliq bo'lsa, men ayirib talentimni joriy qildim. Biz o'ta quvonchimiz, aslo o'tganimizga o'ta rizo bo'lib turmiz. Rahmet olsun Urumchi xalqina, osılay bizni qo'llab, qo'llayotganlarına. Endi 3-turga tag'da yaxshi dayondalib kelamiz, buyursa, Alloh buyursa. Rahmat. Mana bugun bizning sahnamizda baholg'uchi ustozlarimizning qimmatli baholarini anglagandan keyin har ikkili guruhdagi mahirlarimiz 4 bilet bilan bizning 3-bosqichimizga muvaffaqiyatli qildi. Qadam qo'ydinglar, sizlarni qutlaymiz. 3-bosqichda hammamizni yana bir qitim hayron qoldirgudek noyati esil, yaxshi nomerlarni sahnamizga elib chiqishinglarni tilakdoshlik bildiramiz. Bulamda sizlarga utuqlar yor bo'lsin, omadli bo'linglar. Rahmat. Hello， 电视的朋友，大家好，我是特技王宇。上期我们已经见过面了，这一期给大家带来的特技绝活，玩得更加的精彩、挑战性的，希望大家能够喜欢，自我能量，加油！哦，你好，你好，朋友，你好。介绍自己。大家好，我叫吴德志，来自山东。大家好，我叫王宇，来自于河南商丘。欢迎你们来我们丝路达人数栏目，一定要成功啊！比赛第2，友谊第1。好，一定要成功。Sabiyle marksizlikka qolaylık ügürle mahirlarga omad tilaydi. 社会平老师，你们好，大家好，我是来自于河南的特技王宇。这一次呢，带来2个特技，依然是第一个节目呢，是一个挑战性的、挑战肺活量的一个节目，就是兄弟要用2个汽车的内胎，我用2个鼻孔的吹气，请上3位朋友，他们用3个高压气筒打。我们来个 PK 比赛，来，首先，先让我们的老师检查一下。 Bunu da söyleydik de bu. Çıkak çiğgez olsa bunu bilen bu yaman kim hava?
Yalikay mı? Yalikay. Ne kalıp mı? Kırtırın aç bu yalık mı? Bak lan. Yalikay. Yalik olmasa o bunda bana kuş pekemen ki. Siz itvasınız kuşçamıdan. Bunu kör bakala. Bu balsa cın talat. Talat var deyimiz. Üşedeme bir yıl vurdu iken. Bo'ldi. Yetibdi Allah, yetibdi. Cumbe halı teş. Ye. Sen. Baştanla. Aşağı qarab turgansınız, bu işte o'rgatamdi qilib qo'ydi. Mayaman çıktı mı bu? Mana. Sen o kalkan takdırdın bu bir adamda. İyi. 4 5 6 Orunla. Durunla ya. Çıkın. Üşüyede mava. Bu ama bundan. Abi şunası töteylin bu da bu musa? Bulmuş. Biz yardımcı. Takma küçükrak baldı. Abi şoför degendek. Ma bir bala çıkıp müştüm urguzga maqsad. Çoğ maşını yalırdıgan bala bu mumsa şu. Malik közde su çaçkan şu. Yaşamaz çıktı vardı gözden. Benim gözümden de yeme. Şağırıp mı? Ya kalık bir kısmet kopça.
机前面的观众朋友们，大家好，我是上一期的水晶球王子大志。这次的 PK 赛我又回来了，我给大家带来的是全新的舞，不一样的精彩。希望大家关注新疆卫视的丝路达人秀，谢谢。Səbiylər marketingi qolaylıq ügürlə mahirlarga omad tilaydi. 四位评委老师好，现场的观众朋友们，你们好。我叫吴德志，接下来呢，给大家带来的这个节目呢，是一款新颖、视觉超越的一种艺术感。它在杂技中呢，叫做杂耍，希望大家能够喜欢。
hurmatli baholovchilar, bizning ichki guruhdagi mahirlarimizdan Wu Deji bilan Wang Yong o'zining alayda mahoratlarini nihoyatda muvaffaqiyatli tamomlab tugatdi. Qani baholovchilarning bahosi o'zini anglaylik. 王董吗？王宇，吴德志啊，今天表演的确实挺好的，今天这个3个你们旁的人比赛打气，而且是你刚拿鼻子打的对吗？我挺满意你这个节目，就是前次就是挺那个用力的，我就这样吧，给你投一个票。Rahmat。你吴德之啊，而且是你节目是刚是就是那种表演了一段时间了，已经1年了已经。这是个自己刚做的一个道具，属于那个激光的一种，以前用的是那种不发亮的。对。不少，这个节目也是，就是已经看起来这个舞台效果确实有一种那个，就是怎么讲呢，我也表达不出来，而且是，我也挺喜欢，我这样吧，给你们2个都投票了。Rahmat Ömer efendim，祝贺你们获得了1张票。谢谢。祝贺你们。王宇。王勇。王宇。在达人秀的舞台上第2次见到你，非常高兴，而且让我兴奋的是，你有带来那么好的节目，让我们看得心服口服。不投你1票是不行的，因为你的节目在这儿。2选1的话，不好意思，吴德之，我只能选王宇。Rahmat Xayrul Xanım，祝贺您。Wang Yu, bu bizning mayirimiz bugun ras bir talantni birini ko'rsatdi bizga. Abay bir yo'g'on bir balvacho chiqqan. Bu bola cho'ng mashinga yalvurdigan bola burni cho'ng mashina edigan. Shundaq kuchli bolalarmi, uchchisimi, hozir 4 odam deymizda, ma Wang Yu o'zi burnida shu yelni bulardan oldida hatto ani to'ldirib sharni yeribatdi. Bu favqulodda mana bu talant. Anamnikin bugün yeni bir kıtım bu burnu bilen asutni içip ko'zi bilan chiqargan martini yeni bir kıtım namoyon qildi-chu. Mana bu bizning shu talant saknisidagi haqiqiy talant nomerlarimizning, maylarimizning biri. Men Wang Yuga bir bilet tashladim. Bu mayirimiz endi bu favqulodda bugun bu mayirimizning ko'rsatgan nomeri favqulodda bir nurlari bor, bir diskotekdek yerda buning sharoit alaydi yaxshi yerlardan aytdi bir jonliq bir chiqadigan nomer ekan. Shundan alashqa bugun Wang Yuning nomeri haqiqatan bizdan qayliqlik uchun Wang Yuga men bir nomer berdim. Bu da men nomer beraman. Rahmat Asqar efendim. 祝贺你又获得了1票。Wang Yuning bayatım artırı koyduk. Bununla meni artık gap qilishimning zarurati yo'q. Chunki bayam boshqalar deb ketdi. Vudojiga kelsak, buning marti o'tganda bir shar o'ynatgan. Bu asosan qo'l marti ekan. Budaqa martidimi, men diqqat qilsam, buni anda peqirtib o'ynatishning o'zimi hali saviya talab qilgan harakatga. Uning ustiga men keynida mush qattiq o'g'oqniki rasmiylik yumshoq qurtdek shu bir-bir giralishib yumshab ketganligini ko'rdim-chu. Mushummi o'zining qo'lining maharati bilan chiqayotgan narsa amaliyotda u bayatning qo'ldagi o'g'oq unchalik yumshoq narsa emas. Demak, bu bizning ko'rish sezgimizdan foydalanib turib shu akraldi bizni. Bumi bir talant sahnamizga bir yangilik. Shunga men har ikkilalarga birdan bilet tashlayman. Rahmat Abdukarim efendim. Rahmat. Mana ko'rib turibdimiz, bizning baholash ustozlarimizningki baholarini anglagandan keyin mahirimiz Wang Yu 4 bilet bilan utuqli holda bizning 3-chi bosqichimizga qadam qo'ydi. Wang Yu 祝贺你得到了我们4位老师的4张通票，顺利通过了这一轮比赛。希望你再接再厉，在第3轮看到你更加的精彩的表演，好吗？好。吴德之获得了2张票。谢谢老师。有什么感想？感谢各位老师的支持和鼓励，然后我会继续努力的。谢谢各位评委，谢谢各位老师，我会继续加强练习，继续努力。谢谢大家。
也谢谢你，继续加油好吗？谢谢。Rahmet bahalı ustazlar。欢迎你们来到我们的丝路达人秀栏目的第2轮筛选赛。刚才在舞台上看到你们的精彩的表演，我们在台下也非常的激动。王宇在第2轮比赛当中表现得非常好，顺利通过，进入了我们的第3轮比赛。在表演当中，您有什么感受？能跟大家一起分享一下吗？在舞台上一边表演的时候有什么样的感想？感受就是有一点激动，害怕到时候表演的不太好那种，表现不太好。这个还是害怕把自己节目演得不够出色，不够优点那个，不够漂亮。给自己打多少分？打上80分吧，应该。我得知今天在舞台上我觉得也表现得特别好。您有什么样的心里话跟大家一起说，跟大家一起分享一下？感谢呢丝路达人秀，感谢呢观众朋友们，也感谢评委，然后谢谢大家的支持和鼓励。我会继续努力的，谢谢。我想问一下，您有什么样的一个愿望来参加我们的丝路达人秀栏目？有什么样的心愿呀？就是希望那个在达人秀中能够得到好的评价，然后让自己呢更优秀、更努力、更前进。好的，我觉得你的这个愿望已经实现在我们的舞台上了，已经走到今天也不容易。第2轮比赛当中我觉得得到了老师们的非常好的一个评价。台下10年功，台上1分钟，还是重在参与，好吗？希望你也再接再厉，继续加油，继续努力。好，谢谢你们，祝你们一切顺利，谢谢。Менің есімім Ләззат, менің атым Жадыра. Біз сіздерге екінші турға жаңа шоуымызды ала келдік. Таңғажайып сыйқырлы шоу. Тамашалаңыздар, қолдаңыздар. Көп рахмет. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoş geldinglar, xo'sh. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Саламатсыз ба, менің есімім Ләззат. Менің атым Жадыра. Қазақстанdanmi? Ya, biz Қазақстаннан Алматы қаласынан келдік. Hoş geldiniz. Hoş. Менің есімім Адлет. Менің есімім Абай. Biz de sizlerге Қазақстаннан келдік, өнерімізді алып келіп отырық. Rahmat. Mana bu qarindoshlarimiz oldingi navbatda bizning bu yigitlarimiz har xil kuch, sherik mahoratlar, shundaymi? Mahoratlarni ko'rsatgan. Mana bu qizlarimiz bo'lsa bizga kiyim almashtirish, sergarlik mahoratini o'ynagan. Bu qatim yana qanday mahoratlar keldi? Бұл жерде де біздікі ұқсас, костюм алмаштырамыз, басқа. Bo'ldi. Oldingi martaga o'xshashlar, mana yana kiyimlarni almashtirish, yana mahoratlarni olib kelibdi. Sizlarmi shu yana? Biz de өзгертіп келдік, жаңалатып, костюмымызды ауыстырып, басқа образда келдік уже. Barakallah. Unda qo'sa sizlarga utuq omad tilaymiz. Bu qatimlik bizning bu musobaqamizda, bu qatimgi bosqichda hamda ikkinglar o'zaro bunday musobaqa xarakter tushirgan bo'ldinglar. Bu qandaqdir musobaqa emas. Bizga do'stlik muhim. Sizlarningki bu sahnamizga kelganinglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. O'sha kelganinglarning o'zidan bir g'alaba, shuning o'zi utuq. Sizlarga utuq omad yer bo'lsin. Huduqmay o'z talantlarini to'liq namoyon qilib, bog'lovchi ustozlarimiz va televizor ekrani oldidagi tomoshabinlarimizga eng esil nomerlarni hadya qilishinglarga chin qalbimdan tilakdoshman. Сәбилә маркасындагы қолайлық үлгілер махирларға omad tilaydi. Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, Әділқазылар алқасы. Біз сіздерге Қазақстан елінен Алматы қаласынан келдік. Бірінші турда сіздерден өткен болатынбыз. Қазір екінші айналымға жаңадан костюмшыды ала келдік. Менің есімім Ләззат. Менің есімім Жадыра. Hurmatli tomoshabinlar, biz birinchi turdami
өткен. Бүгін біз киім алмаштырыш мәхәретін еліп келдік. Менің ысымым Ләззат Жадыра.
көрермендер, менің есімім Абай. Менің есімім Мадлет. Біз сіздерге екінші айналымға жаңа тұрғыда өнерімізді алып келіп отырып, соны тамашалаңыздар. Біз екінші айналымнан өтеміз деген үміттеміз. Бәріңізге рахмет. Сәбилә марксизмге қолайлық үлгілі махирларға omad тілейді. Ассалаумалейкум. Есімім Мадлет. Есімім Абай болады. Біз сіздерге Қазақстаннан келдік, өз өнерімізді алып келдік, тамашалаңыздар. Мәрәмәт.
Yuqorida Lazzat korpusidagi mahirlarimizdan kiyim almashtirish mahoratini ko'rib shunchalik hayron qolgan bo'lsak, Abay korpusidagi mahirlarimizningki bo'shliqdagi harakatlari, shundaqla mahoratlarini ko'rib shunchalik xush bo'ldik, xursand bo'ldik. Xo'sh, undaqda sizlarga yana shuni so'rag'im kelyotdi. Lazzat, sizlar bu kiyim almashtirish mahoratini o'rgangan qanchalik bo'ldi? Men transformatsiya жанрын kiyim almashtыруды жасап жүргеніме 15 жыл болады. 15 yıl. Men meshq qilib жүргеніме 15 yil bo'ldi. Осыдан 4 жыл бұрын мен сестрам, өзім әпкеммен бірге жұмыс істедім. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін қазір өзім шығып жүрмін. 4 yil burun adam bilan meshq qilgan, u kishi hamda qaytish bo'lib ketdi. Undan keyin o'zim meshq qilyapman. Kiyim almashtırıyotgan 15 yıl oldu da. 15 yıl aldı kiyimni almashtırmay birini kiygen mi? Xo'sh, undaqda Abay korpusidagi mahirlarimiz sizlarga qanchalik bo'ldi? Bizga 7 yil bo'ldi. O'sa sirk o'yinlarida жүргенimizga. 7. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, undaqda baholg'uchi ustozlarimiz, sizlarcha bu ishga korpusdagi mahirlarimizning mahorati qandaqroq bo'lgandi? Lazzat korpusiga kelsak, o'tganda men azroq bir narsa degan. Sizlarniki surat sal ostib qoldi, ba'zida sal chenib qoldi deb degandim. Lekin maqitim haqiqatan bular astoydil tayyorlab kelibdi. Bir qitim sal chenib qolay deganni hisob qilmaganda, qolgan jihatda surat yomon tiz. O'zingiz bilasiz shundaqmi? Qolgan jihatda nihoyat yaxshi. Uning ustiga surat bek tiz. Siz sizlarning mahoratga shunda surat tiz bo'lmasa, bu tomoshabinlar qoyil olmaydi, hayron qolmaydi. Bu ishga kelsak, bu ishga kelinmi boshdan oxiri chiroyli yaxshi o'rlab keldi mahoratni-chu. Uning ustiga bo'lgan mahoratda gap yo'q. Bularnikida chaqalliqni mashq qilsa, bularnikida kuchli mashq qilmasa bo'lmaydi. Uning ustiga bek kuch ketadi. Bu ishga sirishtirsak. Sizlarmi bir yerda xil obdalla ketib qoldinglar. Asli başdan ahir yaxshi olsa texmo obdan bo'lib ketdi. O qo'rqmanglar. Qolgan yerda sizlarning bu haqiqatan bir o'g'il valg'i loyiq qilib kuch talab qiladigan, bir jasorat talab qiladigan harakatlar-chu. Hamda menga har ikkilaringlarning kim maharati yardi. Muborak bo'lsin. Mening taklifim bo'lsa to'ytonli qo'l tutishib men Qozog'istonda birga kelishimni umid qilaman. Har ikkilaringlarga birdan bilan tashildim. Rahmat. Rasmada kiyim yengishligan chada ras burunqidan bek yaxshi. Ado oldin navbatda necha so'rilib qolganlik yengishligan kiyimlari. Yig'ishtirib planmaylik sanglab qolib qolgandi. Endi siz hozir uyga 15 yil bo'ldi dedingizmi kiyim yengishligilar? Endi bizning nimaka bizga kiyim yengishligilar 50 yil oldi endi. Oy. Sen ras bir akşam falan var az 30 yılda keydin ras. Onda sen 50 yıl ne yap bir to kiyim bilen jügen bilen biz kündül kiyim yengişleyemiz. Bizdeki gezi. Şunda yaxşı. Endi ma o kiyimni anlaştırışınız şu burunqidan elqamda bilek devletlerinin ma çıktı sizden bilek. Kim buluş bu 3-4 mi 3-4 devletinin keldi odayım kiyim yengişleş. İşte oldu. Bu men bekarda rasla. Yeni birisiga sizlarga nimqanda buningga rasla kush. Hammasi kush. Buning kush bo'lmasa faqat olmaydi. Ay bir yerdan alqi abal yugurgan qo'lni bilan alqi putunni orliqda alqimida kutirib molla qatqizdigan yerda shu yerda kuch olmay qoldingizmi? Shu yerdan bir qata ketib qoldingiz. Qo'rqib qoldim deydi. Shu yerda qo'rqib qoldim dedingiz, shunami? Qo'rqqanmidingiz? Uchada nim bo'lmay qolib qoldi, chaqalliqda bu kuch olmay qoldingiz. Siz tashada nima qilib o'tgan bo'lsangiz, kendil nim bo'lib, uniki nim bo'lib ketdi. Shu yerda qo'lni shu chaqda kuch olgan bo'lsang, o'z patini molla qatib g'albilik bo'lib ketdi. Shu bir yerda yaxshi olmay qoldi. Qolganlarda o'ynagan futbol ishkinlar harakatlanib qotdi yenik. Bunda eg'ir bunda kuchashliq nim yo'q. Shunda yenik bugundagi ma o'ynagan nomerlaringiz. Men ma ikkilanliga nomer beray. Rahmat. Bizdeki Qozog'istondan
din kelgan mahirlarimiz, asasen kasbiy mahirlarchu. Bu mahirlarimiz mushu kelgan vaqtida bularning tayyorlik nihoyatda yaxshi. Yana birisi mushu talant sahnasiga astoydil muomala qilyotdi bu mahirlarimiz. Bizningki lazzat Jandira, Jadira. İşte mahirimiz. Sizlerinki aldığın qatımda kelgende, mesela kiyimning ranglari, ananki turimi nayte yenilik qilib bir qo'shib kelibsizlar her tarafdan. Yenilik bor kelganda, her tarafdan hamda yaxshi tayyorlik bilan kelibsizlar. Hamda bizningki Abay gruppasidagi yigitlarimiz Marlin, Abay. Hamda sizlar bir qarasang bizning qadimki gladiatorlar turayotgandekda, yana bir qarasang yaylaq botirlari bular bir kuchtingirlikni ko'rsatayotgandek. Hamda sizlarning alaydilikda, ishkinglarning alaydiligi bu ishki biz oldin qatimli ishki mayani ko'rdik. Bularning havodagi aylanish nihoyat yaxshi. Hamda sizlarning alaydik qaysi desam, Abayninki tuvan bo'shliqda bu aylanib ko'rsatish bu eng tasbihchi bu. Havoda qilsak bu nihoyat rahat qilamiz harakatnikini. Abayninki mana ishkinglarning nihoyat maslashalik tuvandan aylanish. Shunglashqa Abay harakatdimi bir yaxshi ulanmay qolib qoldi, lekin keyindan to'ldadinglar bu. Birinchi qatimda yapmagan harakatni ikkinchi qatimda sizlar to'ldadinglar. Hem de sizlerden muş alaylıklarını nayet yaxşı jariy qildishinglarni tilayman. Yana birisi muş kiyim kechakka nayet yaxshi kiyim kostyumlarni yaxshi tayyorlab qilibsizlar. Alaylik bo'lish lozim. Mayli qaysi tarafdan. Shuningga bizning Qozog'istondagi moyirlarimizning yana sizlarning texnik yaxshi asarlarni talantsakni akilishinglarni umid qilamiz hamda arzu qilamiz. Ishkinglarga men bilet beraman. Rahmat. Eng avval mushu Sabila Jipek yo'li talant sahnesini mushundaq rangdarlikqa, mushundaq xo'shallikqa, yaxshi numur bilan o'zaro raqobatni texim yuqori pallik ko'tagininglarga sizlarga rahmat aytaman. Chunki sizlarning tirishchanliginglar bo'lmasa o'zaro raqobatmi bo'lmas bo'lg'aydi. Raqobat shundaq kuchli bo'yatdi. Popmo ma lazzat Jandira sizlarga o'tgan qatim men shundaq yaxshi baholarni bergan, sizlardek huzurag'an bu qatim texmi shundaq bo'ldi. Kiyimlarning soni jiqlabdi, o'rinlashinglarni boy ustozlar degandek xil yaxshi qildinglar. Lekin o'rinlash jihatdan kichikgina bir yangilikqa intilib baqqan bo'lsanglar, mening hozir bilet berishimning o'rni qolmadi. Sizlar baribir keyingi bosqichga o'tdinglar. Mening bir taklifim, kelarki bosqichga kelguncha sizlar bir o'rinlash vaqtida, masalan, ifodalash jihatda bir yangilikni, yana hayron qolgandek bir yangiliklarni bir o'tirib chiqarib baqqanmizsanglar, texim yaxshi bo'ladi deyman. Mahorat jihatda o'rinlashni yaxshi o'rinlabsizlar, ifodalash jihatda Muşununla bir tırış bakıp, izin bakan bulsanlar. Məş bu iki yigitlərinin muş kiyiminglarni kiyip çıqqan vaqtinglarda mən şunda xoş buldum. Çünki sizlərning chiqishinglar, özənglərning addı bulğularinglarni, qilishlarni kötürüb chiqqaninglardanlar bir yaylaqdiki Batur yigitlərning siması muş sahnada aks etdi. Onun üstüge uçanlar kiygan Qozoq xalqining muş naqqashlari qarab turib, oy, o'zimninki dunyoninki degan gap batdi deb degan shunda huzur oldim. Shunda qarab tursam, harakatinglardan sir tepsib turib, qor yo'rg'ining harakatlarini shunda chiroyli ifodalabdinglar, bir hurmat tuyg'um sizlarga bo'ldi. Bilet berishning mening hojatim yo'q ekan. Uning ustiga bu ayol kishi bilan shunda qiron ikki yigitni bir vas musobaqa salsak, nim bo'ldi desa do'stringlarmi? Voy, futqanmisan ikki ayolni futdingmi deydi. Ha? Futurib etkenmisan, hey sen ikki o'g'il qiz ayol kishi futurib etdingmi deydi. To'g'rimi? Buni musobaqa silishning hojati yo'qli bir ish bo'lib qoldi. Shuni sizlarga men bilet bermadim, lekin kelarki qatimliq mushu sahnada texmi yaxshi nomeringlarni ko'rishni umid qilaman. Rahmat. Sizlarni qutlaqlayman, muborak bo'lsin. Sizlar bugungi mushu bosqichdan 3 biletga erishib keyingi bosqichga o'tib ketdinglar. Sizlarni yana bir qatim qizg'in tabriklayman, muborak bo'lsin.
yuqorida sizlar baholg'uchi ustozlarimiz deb o'tdi. Biz Lazzat korpusidagi mahirlarimizningki bu mahoratlardan xonim qizlarimizning noytaratlik, noyt chevar chaqonligini ko'ra oladigan bo'lsak, bu yigitlarimizningki bu qiyofatlardan, mahoratlardan o'g'illarimizning mardona, jasoratlik qiyofatini ko'rib oldik. Sizlarga opirin. Undaq bo'lsa, baholg'uchi ustozlarimizning degan fikrlarni qabul qilgan asosda texmo tirishib, texmo yaxshi numurlarni olib kelib, keyingi bosqichda o'tib ketishinglarni chin ko'nglimda umid qilmay. Qani, marhamat, omon bo'linglar. Özünge işe saçlık lazımlık talantım Kırık askımı yarattın Sihirlendi bu etrafım Özünge işe